Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. 2025 yılı 6 noyabr günü O'rta Asiyo davlat boshliqlari Washingtonda yig'ilmoqchi bo'lgan bo'lib, bundaq ahvol ilgari hargiz yuz bermagan ekan. Ya'ni O'rta Asiyo rahbarlarining ko'pinchisi Amerika poytaxtiga rasmiy ziyoratga kelmagan ekan. 10 yildan buyon Amerikaning O'rta Asiyodagi tashqi siyosati O'rta Asiyodagi 5 davlatning tashqi ishlari ministrlariga va Amerikaning tashqi ishlari ministri qo'shilgan C+ bir usuli orqali yo'lga qo'yilib kelgan. 6 davlatning tashqi ishlari ministrlarining digidek yillik uchrashuvlarga markazlashgan C5+1 Amerikaning Iroq rayonga birlikda yaqinlashishi va aloqa qilishiga sharoit yaratib bergan. Bu Afg'oniston urushidan keyin rayonning Amerika tashqi siyosatidagi o'rnining taraqqiy qilishida alohida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati 5 noyabr kuni axborot e'lon qilib, O'rta Asiyodagi 5 davlatning tashqi ishlari ministrlari va Amerika tashqi ishlari ministrlarini Sharq Turkiston masalasini hal qilishga chaqirib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika va O'rta Osiyo hukumatlarini Washingtonda o'tkaziladigan C5+1 yig'inining kun tartibiga Sharq Turkiston masalasini qo'yishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni hal qilishning muhimligini ta'kidlaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Sharq Turkiston O'rta Osiyoning markazi Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, Beyjingning butun rayonda siyosiy, harbiy va iqtisodiy kengashiga sharoit hozirladi. Xitoyning Sharq Turkistonga yurgizayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol harakatini hal qilish O'rta Osiyoning mustaqilligi va bexatarligini qo'g'dashda intayin muhim ahamiyatga ega dedi. Xitoy 1949 yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan buyon Beyjing bu rayonni Yevroasiyoga ta'sir ko'rsatish harakatlarining boshlanish nuqtasi qilib keldi. Sharq Turkiston bugungi kunda bir balvoq bir yo'l tashabbusining ishonchlik asosini tashkil qiladi. Xitoyni O'rta Osiyo, O'rta Sharq va Yevropa bilan tutashtiradigan cho'ng energiya turba yo'llari, qatnash koridorlari va raqamlik ul asiyalari bilan ta'minlaydi. Xitoyning Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qarata qilayotgan rayimsizliklari keng ko'lamda tutqun qilish, tug'mas qilib etish, bolalarni oilasidan ayirib etish, qul emgiki va organ yig'ib olish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu qilmishlar Amerika tarafidan irqiy qirg'inchilik, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan insoniyatga qarshi jinoyat deb qabul qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumati O'rta Osiyo davlat hukumatlarining davomli sukut qilishi, Beyjingning ta'sirini kengaytirish va rayonning egilik huquqiga ziyon yetkazish xavfi borliqqa keltiradiganligini ogohlantirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerikani Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonni Türk Davlatlari Tashkiloti va Islom hamkorlik tashkiloti bilan birlikda Sharq Turkiston krizisini o'ttirg'a qo'yishga, Beyjingning jinoyatlarini ayblashga va xalqaro javobgarlik mexanizmini qo'llashga ilhomlantirishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati yana Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashning faqat axloqiy majburiyat bo'lmasdan, balki Yevroasiyoda kuch tengqurligini saqlash, energiya ko'p xillik va O'rta Osiyoning egilik huquqini qo'g'dash uchun strategik zaruriyat ekanligini ta'kidlaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtimin Alo apandi Washington Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashni O'rta Osiyo strategiyasining asosli tarkibiy qismi qilish kerakligini o'tirg'a qo'yib, erkin va mustaqil Sharq Turkiston Xitoyning kengayishini cheklaydi va rayondagi tabiiy tengqurlikni asliga keltirdi. Shuning bilan O'rta Osiyoning egilik huquqi va bexatarligini qo'g'daydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy ishg'oliyatiga xotima berish va Sharq Turkiston xalqi shundaqla keng O'rta Osiyo rayonining mangulik tinchligi va bexatarligini kafolatlantirish uchun hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va fuqarolar jamiyati bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini qayta ta'kidlaydi. Abadiy kurash va tiz bitmas jihad ro'yi. Mustamlikachilarning ma'naviyatimizga bosib kiradigan kuni bizni mag'lub qilishda ustunlik egallagan kunidir. Ikkilanish muvaffaqiyat yo'liga silingan eng cho'ng to'saqdir. Unutma,
İradangni sundura olmagan har qandaq zarba seni kuch-quvvatga to'ldirdi. G'ururliq bo'l. Qandaq vaziyatga tushib qolishingdan qat'iy nazar, asla bo'yin egma. Chunki ikkinchi rat qayta bosh ko'tarish fursatining kelishi natayin. Men o'zimning bu hayotda hurlik haqqining borligiga, vatanimda hur yashash haqqimning borligiga ishonaman. Mendagi bu ishonch dunyodagi barliq qurol-yarog'ning kuchidan qatma-qat ustundir. İnsanlar o'g'irlik, bulangchiliklarga qarshi kurashga otlanishi mumkin. Lekin bu kurashlar ko'zlangan ish hosil bo'lishi bilan to'xtaydi. Biroq vatan uchun ilib berilgan urushlar undoq emas. Hurlik yo'lidagi bu xil kurash toki nihoyiy g'alabasini tamomlagunga qadar o'zliksiz davomlashib turadi. Bizmo urush qilyapmiz. Sababi dinimiz va hurligimiz uchun jihad qilish majburiyatimiz bor. Toki ishg'olchilarni qo'g'lab chiqargan yoki o'lim bizni topganga qadar. Bizning buningdan boshqa tanlash yo'limiz yo'q. Shubhisizki biz Allohning igdorchiligidamiz va Allohga jazman qaytquchilarmiz. Biz mangu taslim bo'lmaymiz. Ya g'olib kelamiz yoki bu yo'lda o'limiz. Shehidlar piri, mujohidlar atamani, cho'l arsloni kabi sifatlarga sazovar mashhur islom qahramoni Umar Muxtor so'zlaridan o'zinda. Tayyorlovchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.